Men rosa xursandman, endi maktabga piyoda bormayman. Shu prezidentimiz Vazirlar Mahkamasi chiqargan qarorlar shu yigitlar o'qib, xalqgacha shuni tortib olib kelyapti-da. Tavsiya qilib, mana shu odamlarga ishonch bildirdi. 450 million so'm MF'ni o'ziga kirdi. Mana motokultivatori, mana bitta odamni 5 sotik yerini haydab bersa, katta traktor kira olmaydi. O'sha 5 sotik joyiga 2 litr benzin yoqadi, yoqsa. Chok mashinalar turibdi mana. Shu to'g'ridan foydalansin, odamlarning og'irini yengil qilsin, o'zi ham naflansin. Hammalarni tabriklayman. Zo'r bo'pti mana. Hammalarga nasib qilsin. Mahalla komitetimizdan murabbiy berildi, 3 yildir murabbiy. Biz bundan foydalanyapmiz. Ro'zg'orga, oilamizga kerak edi. Dehqonchiliklar bor, shularni bozorga olib borib sotish kerak edi. Birortasiga aytsak, pulga olib berar. Mana o'zimizda bor, qani o'zimizga, yonimizga qolyapti. Prezidentimizga, mahalla komitetimizga rahmat, sharoit yaratib berganligi uchun. Bugun tuman hokimligi mas'ullar tomonidan, tuman hokim birinchi o'rinbosari Jahongir aka tomonidan, bandlik bo'lim boshlig'i Zatullo aka boshchiligida mahallamizda kambag'al oilalar restavr turgan 25 nafariga hozir texnikalar tarqatdik. Ushbu oilalar ushbu texnikalardan o'zlariga qo'shimcha daromad manbai yaratishdi. Kuniga yoki kunora 100 ming, 150 ming, 200 ming topib xonadoniga, o'zini uyiga qo'shimcha mablag' olib kirishyapti. Ushbu narsalar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 158-sonli kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasi mablag'lar hisoblaridan berilyapti. Oxirgi 4 yilda mahallamizga umumiy hisobda 9 milliard so'm mablag' ajratildi. Ushbu mablag'lar kambag'al oilalarimizga, maktabimizga qo'shimcha bino qurdik, oilaviy poliklinikamizga qo'shimcha bino qurdik. Bu narsa, ushbu mablag'lar odamlarning hayotida, odamlarning o'zini oilasida, har bir xonadondagi fuqaromiz o'zini hayotida o'zida buni his qilyapti. Bularda odamlarning yuzidagi xursandchilik, kulgulardan bu narsalarni bilib olishlari mumkin. Buning uchun yurtboshimizga, prezidentimizga, hukumatimizga, viloyat rahbariga, tuman rahbariga, barcha mas'ullarga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz.